Bugungi videomizda aynan ushbu savolga javob berib o'taman. Birinchi navbatda tushunib olishimiz kerak. Sotuv o'zi nima degan savolga javob berib o'tsam. Sotuv bu mijozlarga ehtiyojiga qarab ma'lum bir summa, ya'ni ma'lum bir pul evaziga mahsulotni taklif qilish. Sotuvchi kim deydigan bo'lsa, sotuvchi aynan mijozga mahsulotlar orasidan eng to'g'risini tanlov qilishga yordam beradigan inson hisoblanadi. Juda ham ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bu. Sotuvchi bu tiqishtiradigan, o'zining mahsulotini pixat qiladigan, aldab ketadigan, kiydirib ketadigan inson sifatida gavdalanib qolgan bo'lishi mumkin. Sababini tushuntiraman. Oldindan bizda sotuvchilar asosan hozirgiga o'xshab onlayn telefonda gaplashib yoki kirgan paytda do'konda o'tirib unaqa narsa bo'lmagan, asosan bozorda yurgan sotuvchilar ko'p bo'lgan. Ya'ni bozorda bilamizki, ya'ni to'g'risi ham bor, o'g'risi ham bor. Juda ko'pchilik aldanib qolgan bo'lishi mumkin. Bir marta sotib ketib keyingi safar topa olmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga sotuvchilarga nisbatan qanaqadir negativ kayfiyat yoki qanaqadir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lgan. Endi asosiy savolga qaytamiz. Nima uchun 90% sotuvchilar mahsulotni ko'p gapiradi, lekin sota olmaydi? Eng asosiy sabablardan biri mahsulotni hozirga aytganda ko'p gapirishi va undan ham oldin turadigani sotuv nima ekanligini, sotuv psixologiyasi haqida, sotuv haqidagi tasavvurlar noto'g'riligida deb bilaman. Meni o'zim shaxsan 5 yildan tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, bemalol juda ham ko'plab sotuvchilarni o'qitganman, ko'plab sotuvchilarni ishga joylatganman, o'zim ishlatganman. Hozirda ham 15-20 taga yaqin sotuv menejerlari qo'l ostimda ishlaydi. Ularning asosiy xatolaridan biri nima deydigan bo'lsak, bu albatta fikrlash tarzi, ya'ni fikrlashi sotuv haqida, savdo haqida, sotuvchining vazifalari haqida noto'g'ri fikrlash borligida. Kim zo'r sotuvchi bo'la oladi desa, sotuv sohasi bilan men shu sohada ishlayman, shu sohani yoqtiraman deb bemalol emin-erkin ko'cha-ko'yda, qarindosh urug'larda, oshna oilaning ichida nima ish qilasa desa, sotuvchiman deb faxrlanib gapira oladigan insonda rezultat yaxshiroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki u birinchi navbatda kasbidan faxrlanyapti. Ikkinchi navbatda nima ish qilayotganini, asl mohiyatini tushunadi. Juda ham ko'pchilik sotuvchilar yoki sotuv menejerlari, hattoki savdo rahbarlari, ya'ni rukovodитель продаж roplar ham o'zining vazifasini yaxshi tushunmaydi. Birinchi navbatda sotuvchi deganda fikrlash to'g'irlash kerak. Qanaqa fikrlash? Ya'ni biz insonlarning pulini aldab olmayapmiz. Biz insonlarning pulini shilmayapmiz. Biz mahsulotimizni tiqishtirmayapmiz. Birinchi navbatda tushunishimiz kerak. Men insonlarga to'g'ri tanlov qilishga yordam beryapman. Sotuv bu nima desak, 3 ta narsa. Birinchisi insonlarga yordam berish, ikkinchisi insonlarning vaqtini tejash, uchinchisi insonlarning pulini tejash. Ya'ni mijozlaringizga yordam berasiz, mijozlaringiz pulini tejaysiz va vaqtini tejaysiz. Oddiy bitta misol, oldinlari bilamizki, ya'ni bozor yomon emas, hozir ham yaxshi. Bozorga tushamiz, bozorga tushib zira bu burchakda, go'sht boshqa burchakda, aytaylik plastmassa qanaqadir idishlar yoki idishda olib boshqa tarafda, kiyim-kechak boshqa tarafda. Ya'ni bitta bozorga tushish uchun ertadan kechgacha aylanishga to'g'ri kelgan yoki produktda qilgan ham bitta bozorga tushsangiz ancha aylanib qolishga to'g'ri kelgan. Hozir qanaqa desa, hozir aytaylik, misol uchun keltiraman, korzinka. Masalan, siz korzinkani oldiga shuna borasiz, mashinani qo'yasiz, 15 minut, 20 minutda o'zingizga, uyingizga, ro'zg'oringizga kerak bo'lgan bozorlikni qilib olib chiqasiz. Albatta aytishingiz mumkin, bozorda arzon bo'ladi, bozorda vibr ko'p bo'ladi, yana boshqa qanaqadir qulayliklar bor deyishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Lekin hozirgi vaziyatda juda ham ko'pchilik band, ya'ni ish bilan band, qanaqadir boshqa tadbirkor bilan, biznes qilish bilan band. Aytaylik, ertalab chiqib ketib kechqurun qaytadi. Bozorlarimiz asosan qay paytda gavjum bo'ladi, qachon zo'r ishlaydi desa 9-10 dan kechki payt 5-6 gacha. Korzinka 24 soat ishlaydigan do'konlar bor yoki magazinlar, oziq-ovqat do'konlari. Nima uchun korzinkani misol keltirdim? Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Birinchi navbatda korzinka insonlarga yordam beryapti. Ya'ni xohlagan paytda bozor qilish imkoniyatini beryapti, tanlovini beryapti. Ikkinchi navbatda aytaylik pulini tejayapti. Uchinchi navbatda ularning vaqtini tejayapti. Vaqtini tejashga, yordam berishga tushundingiz, lekin qanaqa pulni tejashi mumkin deb aytishingiz mumkin. Bizda hozirgi paytdagi jamiyatimizda eng qimmatli narsa, ya'ni puldan ham qimmatli resurs nima deydigan bo'lsak, albatta bu vaqt. O'zini vaqtini qadrlaydigan, o'zini hurmat qiladigan insonlar albatta vaqtini tejaydigan, ya'ni pulini tejaydigan, insonlarga yordam beradigan joydan xarid qilishni yaxshi ko'radi. Menga o'zimga yoqqan brendlardan Evistni misol qilib keltiraman. Evistda aytaylik ishxonadasiz yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa bir joydasiz, ish qilib turibsiz, obed vaqti bo'ldi. Obed vaqti chegaralangan, ya'ni 1 dan 2 gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 dan 2 gacha bo'lgan vaqtda siz agarda yaqin oralardagi ovqatlanish shoxobchasiga chiqadigan bo'lsangiz, birinchidan vaqtdan yutkazasiz, ya'ni 10 minut
15 minut borasiz, 10 minut 15 minut qaytasiz. Yarim soat bordi keldiga, yarim soat ovqatlanishga vaqt kelsa, 1 soatlik vaqtingizdan to'laqonli foydalanasiz. Ba'zan ishga kechikib qolishingiz ham mumkin. Evs yoki Yandex Yeda misol uchun insonlarga yordam berayotgan mana shunaqa pirlashalar nimaga desa, birinchi navbatda insonlarga yordam beradimi? Ha, yordam beradi. Qorinni to'ygazishga, ovqatlanishga, asab buzmaslikka, probkada borib kelmaslikka. Ikkinchi navbatda vaqtini tejaydimi? Ha, vaqtini tejaydi. Ya'ni siz mashinada borishingiz mumkin, peshkom borishingiz mumkin, farqi yo'q, siz vaqtingiz ketadi. Uchinchi navbatda pulni tejaydi. Nima uchun pulni tejaydi deb aytaman? Agar siz odatda dastavka qiladigan bo'lsangiz, bitta lavash yoki bitta hot-dog yoki bitta qanaqadir ovqat aytasiz. Lekin siz ovqatlangani shu kafega yoki restoranga yoki qanaqadir kichkina joyga kiradigan bo'lsangiz ham kamida o'tga siz bitta non, choy, salat, kola yoki fanta, keyin ovqat aytasiz. Ya'ni 4 ta 5 ta narsa zakaz qilasiz va sizda odatiyda 40 ming 50 ming so'mga tushadigan ovqatlanadiganingiz 80 ming so'm 100 ming so'm bo'lib ketadi. Nimani hisobiga? Ko'proq narsa aytasiz. Birinchidan, ikkinchidan ofitsiantda ya'ni uslugasi bor, boshqa narsasi bor. Agar bu narsalarni hisoblasangiz, albatta pastda 2 baravarga qimmatga tushasiz. Ham oshxonada ovqatlanganingiz ishxonada ovqatlanganingizga nisbatan Evs bor, Korzinka bor yoki bo'lmasam aytaylik shirinliklardan Safiyani misol qilib keltirishim mumkin. Bular hammasi jamiyatga, insonlarga aytaylik qulaylik yaratyapti, pulini tejayapti, vaqtini tejayapti, energiyasini tejaydi. Shuning uchun ham ularda sotuv savdo yaxshi bo'ladi. Sotuv bu bitta so'z bilan aytganda insonlarga yordam berish deb tushunishimiz kerak. Keyin yana bitta narsasi bor. Sotuvchilar umuman masalan, men hozir ko'chada kimdir so'raydigan bo'lsa, sen nima ish qilasan, nima vazifang desa, savdo bo'yicha mutaxassismi, sotuv mutaxassismi va marketing mutaxassismi. Sotuv va marketing mutaxassismi deb bemalol emin-erkin ayta olaman. Men sotuv menejeri bo'lib 1,5 yil davomida ishlagan paytimda 2020-yilda shu paytdan bemalol kimdir so'rasa, nima ish qilasan desa, sotuv menejeriman deb bemalol ayta olardim. Lekin meni kuzatuvlarim natijasida atrofdagi 60-70-80% sotuv menejeri bo'lib yoki savdoda ishlaydigan insonlar o'zini kasbini aytishdan uyaladi. Nima uchun? Natija bo'lmaydi. Ya'ni 80-90% sotuvchilarda natija bo'lmasligining asosiy sababi ular bu ishga vaqtinchalik deb qaraydi. Kimdir o'qishni bitirib olguncha, kimdir kontrakt to'laguncha, kimdir erga tegib olguncha, qo'pol qilib aytganda, kimdir uylanib olguncha, shunaqa ishlab turadi, kimdir Rossiyaga ketguncha, kimdir ayol sog'olguncha ishlab turadigan vaqtinchalik soha deb qaraladi. Lekin aslida sizda shunaqa 1 yil ishlasangiz ham, 2 yil ishlash rejangizda, keyin boshqa ish qilish rejangizda bo'lgan taqdirda ham siz bu ishga astoydil kirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 8 soat, 9 soat shu ishxonada vaqt o'tkazyapsiz. 8-9 soat shu ish bilan band bo'lyapsizmi? Bu sohani o'rganib chuqur zo'r mutaxassis bo'lib yetishishingiz mumkin. Hattoki siz 1 yil, 2 yil, 3 yil yoki 4 yil, 5 yildan keyin boshqa biznes qilaman, o'qituvchi bo'laman, doktor bo'laman yoki boshqa inson bo'laman degan taqdiringizda ham sotuv sohasini zo'r o'rganishingiz kerak. Nima uchun aytaman? Sababi siz doktor bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi yoki bo'lmasam aytaylik aptekada ishlaysizmi, sartarosh bo'lasizmi, farqi yo'q, kim bo'lib ishlashingizdan qat'iy nazar sotuv sohasini bilishingiz kerak. Birinchi navbatda siz mijozlaringizni o'zingiz sotishingiz kerak. Xizmat ko'rsatish bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, qanaqadir startaplar boshlaysizmi, farqi yo'q. Har qanaqa vaziyatda sotuv sohasini o'rganishingiz kerak. Sotuv bu hamma narsa. Hayotimizdagi har bitta jarayonli sotuv. Aytaylik, uydan birorta aytaylik qanaqadir yig'ilishga, tadbirga, uchrashuvga, o'tirishga qanaqadir bordingiz, ota-onangizdan so'raysiz. U ham o'zingizni sotishingiz kerak, ideyangizni sotishingiz kerak. Futbolga borasiz, daychaga borasiz, qaysidir ishga kirmoqchisiz, qaysidir o'qishga kirmoqchisiz. Bu narsani ota-onangizga yoki bo'lmasa qanaqadir ideyangizni rahbaringizga sotasiz. Ya'ni bu dunyoda hamma sotuvchi o'zi, sotuvchi zo'r. Sotuv sohasini o'rganish kerak. Sotuvchi shunaqa zo'r kasbki, bir vaqtda o'zi 4 ta 5 ta kasbni bir varakaga o'rganib ketish imkoniyatini beradi. Sotuvchi ham psixolog bo'ladi. Sotuvchi ham do'st bo'ladi. Ham uka, ham opa, ham singil bo'lishi mumkin. Ya'ni sotuvchi o'sha obrazga tushib, shu inson bilan gaplashib keta olishi kerak. Sotuvchi buxgalter bo'lishi mumkin, sotuvchi yurist bo'lishi mumkin, sotuvchi prokuror bo'lishi mumkin. Ya'ni sotuvchi shunaqa kasbki, hamma sohadagi insonlar bilan gaplashib, hamma sohadan tajriba olasiz. Ya'ni bir kunda o'nlab, hattoki yuzlab insonlar bilan gaplashishga to'g'ri kelishi mumkin ba'zi bir vaqtlarda. Aytaylik, call center operatorlari yoki sotuv menejerlari telefonda o'tiradiganlari kamida 40 ta 50 ta zvonok qilishadi, kamida 40 ta 50 ta inson bilan gaplashadi. Yoki do'konda o'tirgan insonlar kamida 50 ta 100 ta inson kirib chiqadi, gaplashadi. Ya'ni 100 xil insonning xarakteri bilan birinchi navbatda yopiq insonlar ochiladi, hayotga bo'lgan qiziqishi, qarashlari boshqacha bo'lishni boshlaydi, insonlarni o'rganadi, insonlarning psixologiyasini o'rganadi. Ertaga sotuvchi bo'lib
1 yil 2 yil ishlagan inson har qanaqadir bir tadbirkorlik bo'ladimi yoki boshqa bir sohaga o'tadigan bo'lsa ham bemalol eplab ketishiga ishonchim komil. Sababi sotuv sohasi insonni pishiradi. Insonni nima deydi? Hayotga qiziqishni orttiradi. Ko'p tajriba oladi. Insonlar bilan ko'p gaplashganning evaziga. Xullas o'rtoqlar, ko'p sotuvchilarni asosiy muammosi endi, ya'ni birinchi savolimizga yana qaytamiz. Nima uchun sotuvchilar 90% sotuvchilar ko'p gapiradi, natija qila olmaydi? Buni asosiy sababi sotuvchilarning ko'p gapirishda. Sotuvchining asosiy vazifasi ko'p gapirish emas, ko'p savol berib, ko'p eshitishda. Ya'ni 80% holatda sotuvchi eshitish kerak. 20% gapirish kerak. Ya'ni Pareto qonunini bilamiz, 80 ga 20. Xuddi shu qonun bu joyda ham ishlaydi. Ya'ni siz 20% gapirib, 80% mijoz gapiradi, shunda siz 80% natijaga erishasiz. Qanaqa bo'ladi bu aka? Bu har doim klientlar savol beradi, narxi nech pul deydi, yo'q olmayman deydi. Yo'q. Bu narsani sekin-sekin texnikalarni o'rganib, qaysi gapni qayerda gapirish kerak, qanaqa savol berish kerak, qanaqa boshlash kerak suhbatda, hammasini o'rganadigan bo'lsangiz, xudo xolasa sotuvlaringiz karra-karra oshishiga aminman. Xudo xolasa bu YouTube kanalimizni bu birinchi darsligi. Bu YouTube'da astoydil nima deydi, tizimli ravishda savdoga oid, sotuvga oid darslarni joylab boraman. Xudo xolasa men o'zimga tayyorlab olganman. 20 ga yaqin dars tayyorladim. Aynan shu darsni ko'rib chiqib bo'lganingizdan keyin siz bemalol savdo menejeri, sotuv menejeri birorta bir korxonaga borib ishlab keta olishingizga xudo xolasa aminman. Biz bu kanalda oddiy sotuvni emas yoki oddiy sotuvchi emas, sotuvchi bo'lib fikrlashda, sotuvchidagi nima deydi, mahoratni qanaqa oshirish kerakligini, qanaqa fikrlash, to'g'rilash kerakligini, qanaqa mijozlarga to'g'ri yondashib, to'g'ri mahsulotni to'g'ri insonga sotib, yaxshi daromad qilish mumkinligini ushbu kanalda bilib borasiz. Xudo xolasa ikkinchi darsimizda mijoz turlarini o'rganamiz. Ya'ni siz sotuvchi sifatida nima vazifa bajarishingiz kerak haqida qisqacha tushunchaga ega bo'lsangiz, endi keyingi darsimizda mijoz turlari, qanaqa mijoz turlari bor, ularga qanaqa munosabat bildirish kerak, qanaqa holatlarda aytaylik ular bilan ishlagan to'g'ri bo'ladi yoki noto'g'ri bo'ladi, shu savollarga javob olamiz. Hammangizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hammangizga kattakon rahmat. Albatta, kanalimizni rivojlanishi uchun, jamiyatimiz yaxshi informatsiyalarga, nima deydi, boy bo'lishi uchun, yaxshi ma'lumotlar, yaxshi insonlarga yetib borishi uchun sahifamga obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikringizni yozishni va like bosishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat.